Fermerni boy qiladigan ham buzoq, qaro yer qiladigan ham buzoq. Nimaga aynan bunaqa? Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu gapimni hozir sizlarga asoslab beraman. Agar buzoqlar-ku sog'lom katta bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Xudo ko'rsatmasin, rotavirus, koronavirus, kolibakteriyoz bo'lib qolsa-chi? Quyida keltirilgan muammolar 90% fermer xo'jaligida bu. Buni sizlarga hozir ham arzon va ham kam tashvish yo'lini hozir ko'rsatib o'tamiz. Mazkur muammolarni bartaraf qilishning eng oson yo'li bu hayvonlarni 7 oylik bo'g'ozlik vaqtida emlashdir. Uning uchun bizga eng samarali vosita bu Rotagal preparati. Rotagal preparati Ispaniya davlati Livesto kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Mazkur preparat 15 ml hajmga ega bo'lib, har bir sigirga 3 ml dan mushak ichiga chuqur yuvorish bilan amalga oshiriladi hamda buzoq tug'ilgandan keyin birinchi og'iz sutini to'la qiymatli ichishi va 6 martagacha og'iz sutini ichishi bilan 100% immunitetga ega bo'ladi. Ushbu vaksina qat'iy 2 gradusdan 8 gradusgacha bo'lgan haroratda mana shunaqa termosumkada saqlanib, oldida xaladagan bo'lishi shart. Va buni arzonligi bitta molimizga bir dozasi 78,5 ming so'mdan tushadi va afzallik tarafi 2 marta emas, 1 martagina vaksina qilinadi. Ushbu vaksinani quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. Bu ayniqsa fermerlar uchun va bu videoni mana shunaqa buzoqlari ko'p o'ladigan, quyonga o'xshab patar-patar o'lib ketadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan Romabek Tuz bo'ldi.